Salom Susan Balaqla. Marvel olamida qanday loyiha chiqishdan qat'iy nazar muxlislar uni baribir jiddiy tahlil qiladi. Bu allaqachon an'anaga aylanishga ulgurdi. Agar bu shunchaki Agarda serialining yangi mavsumi yoki uncha omadli bo'lmagan bir loyiha bo'lganida masala boshqa edi. Lekin gap Marvel zombilari mashhur komiksi asosida yaratilgan yangi serial haqida ketar ekan, uni tahlil qilmaslik bu hech bo'lmasa Marvelga nisbatan hurmatsizlik bo'lardi. Shunday ekan, keling ushbu mini serialni birgalikda qisqacha tahlil qilib ko'ramiz. Faqat bitta ogohlantirish: himoya vositalaringizni albatta tayyorlab oling, chunki biz hozir Marvelning eng qorong'u tomoniga yo'l olyapmiz. Keling, avvalo Marvel zombilari loyihasi nima va u qanday maqsadda yaratilganini ko'rib chiqaylik. Bir necha yil avval Marvel Animation jamoasi o'zlariga savol berishdi. Agar qasoskorlar turli olamlar bo'ylab adashib ketsa, nima bo'lardi? Shu savoldan Agarda, ya'ni What If nomli animatsion loyiha dunyoga keldi. U 3-mavsumgacha ishlab chiqildi va Marvelning eng muvaffaqiyatli loyihalaridan bo'lmasa-da, albatta eng qiziqarli va eksperimental ishlari qatoriga kiradi. Hatto ayrim qismlari muxlislar orasida katta muhokamalarga sabab bo'lgan. Aynan Agarda serialining 1-fasl 5-qismi tomoshabinlarni Marvel zombilari olami bilan tanishtiradi. Aslida esa Marvel zombilari hikoyasi bundan ancha avval 2005-yilda komikslarda mustaqil turkum o'laroq yaratilgan va katta mashhurlikka erishgan edi. Bu bejizga emas, chunki komikslar muallifi Robert Kirkman, ya'ni yuruvchi murdalar yaratuvchisi ham hisoblanadi. Shunga qaramay, Stan Lee ushbu Marvel Zombies komiksini unchalik yoqtirmagan. U intervyularining birida shunday degan edi: Marvel qahramonlarini zombiga aylantirish biroz g'alati, ammo ijodiy tajriba sifatida qiziqarli. Biroq Stan Lee bunday murdalar olami g'oyasi klassik Marvel ruhiga to'g'ri kelmaydi deb hisoblagan. To'g'risini aytsam, men ham bu komiksni bir paytlar o'qigandim. Xotiramda saqlanib qolganlar asosida aytishim mumkinki, mini multserial bilan komiks o'rtasida faqat juda oz o'xshashliklar mavjud xolos. Ammo bu ikki asar butunlay boshqa olamlar ekanini bemalol ayta olaman. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, asl, ya'ni original komiks haqiqatan ham dahshatli va qonli edi. Mini serialda ham zo'ravonlik unsurlari kam emas, lekin baribir studiya o'zini tiyganini shundoqqina yaqqol sezish mumkin. Marvel Studios hozircha bunday darajadagi qonli va vahshiy ssenariylarga qo'l urishga jur'at etmayapti. Shu sababli u taqiqlangan yoki kattalar uchun mo'ljallangan g'oyalarni asosan animatsiya bo'limiga topshirmoqda. Axir siz ham bilsangiz kerak, dastlab to'liq horror janrida bo'lishi rejalashtirilgan Doctor Strange 2 ham yakunda xavfni o'z zimmasiga ola olmay, oddiygina PG-13 reytingida chiqdi. Marvel zombilari voqealari quyidagicha: qalin o'tlar va yovvoyi butalar bilan qoplangan kimsasiz megapolislar. Kamonchi Kate Bishop temir yurak va Kamala Khan o'liklar to'dasiga qarshi kurash olib boradi. Marvel zombilari dastlab The Last of Us olamining bir bo'lagidek boshlanadi, ammo 4-qismga kelib Ragnarok va cheksizlik urushi ruhidagi ulkan, aql bovar qilmas ko'lamga yetadi. Dunyo yana bir bor halokat yoqasida turibdi. Uni yo butunlay yo'qotish yoki qayta tiklash zarur. Voqealar davomida tartibsiz ammo shiddatli janglar ketma-ketligi ochiladi. Qahramonlar Qalqon harbiy bazasini o'liklar legionidan va Kapitan Amerikaning oyoqsiz tanasidan himoya qilishadi. Asgardda esa vikinglar singari ziyofat uyushtirishadi. Bular orasida Wakandada zombi tanasga qarshi jang hamda o'rgimchak odam, qora pantera, raketa va Grootning birgalikdagi kurashi flashback tarzida namoyish etiladi. Loyiha mualliflari Brian Andrew
Andrews va Zeb Wells uchun bu serial turli olamlarni bir-biriga bog'lash bo'yicha haqiqiy tajriba maydoni bo'ldi. Biroq unda shunchalik ko'p detal va chiziqlar mavjudki, tomoshabin 3-qismga yetguniga qadar birinchi qismdagi voqealarni allaqachon unutib qo'yadi. Chunki hammasi shu qadar tez o'zgaradiki, ayrim sahnalar hissiy jihatdan qadrsizlanib boraveradi. Fan servis uchun mo'ljallangan jamoaviy janglar, urush kontekstidagi qahramonlarning super kuchlarini sinovdan o'tkazuvchi ixtirokor sahnalar va g'ayrioddiy vizual yechimlar serialning asosiy tayanch nuqtalariga aylangan. Masalan, Blade obrazi Marvel uchun anchadan beri muammoli bo'lib kelayotgan Mahershala Alining qiyofasi va Oy Ritseri xarakteriga asoslanib yaratilgan. Mualliflar bu bilan ham komikslarga ham dahshat janri an'analariga hurmat bajo keltirishga urinishadi. Natijada ekrandagi vahshiyliklar va qon to'kilishlar soni jihatidan Marvel zombilari hattoki Deadpooldan ham ustun keladi. Albatta, Marvel zombilari tomoshabinga nisbatan shafqatli loyihalardan biri. Uni tomosha qilish uchun sizga agarda serialini avvaldan ko'rish shart emas. Ammo rostini aytganda, serialdan to'liq zavq olishni istasangiz, Marvelning boshqa ko'plab loyihalari bilan tanish bo'lish foydadan xoli bo'lmaydi. Xullas, bu biroz murakkab, lekin qiziqarli tajriba. Serial qisqa shaklda taxminan 2 soatlik film sifatida ham qabul qilinadi. Ba'zi joylarda u haddan tashqari shoshqaloq. Sahnalar go'sht maydalagichdan o'tayotgandek ketma-ket almashadi. Qon va zo'ravonlik ustuvor bo'lgani uchun syujet va dramatik asos biroz yo'qolib qoladi. Biz subfazoviy uzatgich yoki qizil jodugarning zombilashgan legionlari haqida ma'lum ma'noda bilib olamiz. Biroq hikoya ularni chuqurroq ochib bermaydi. E'tibor asosan vizual dahshatlar va tinimsiz janglarga qaratilgan. Serialning fokus nuqtasi ham g'alati tanlangan. Asosiy sahnalarni mashhur qahramonlar emas, balki kamroq tanilgan super qahramonlar olib boradi. Taniqli figuralar esa faqat qisqa cameo ko'rinishida namoyon bo'ladi. Albatta, hammasi komikslardagi kabi chiqqan deb bo'lmaydi, ammo bu allaqachon geek puristlar, ya'ni komikslarning asl shakliga sodiq muxlislar uchun alohida uzoq muhokama talab qiladigan mavzudir. Eng asosiy muammo shundaki, Marvel zombilari uslubiy jihatdan mustaqillikka erishmagan. Serial o'z ohangini topa olmagan. Unda yuruvchi murdalar, bizning so'ngimiz va Telba Max singari post-apokaliptik asarlardan olingan unsurlar tom ma'noda aralashib ketgan. Masalan, Shang-Chining zombilarga qarshi jang sahnalari yoki o'rgimchak odamning o'liklar ustida to'rda uchib o'tish manzaralari alohida olinganda qiziqarli, ammo yangi g'oyaviy ufqlarni umuman ochmaydi. Bularning barchasi avval ko'rilgan klishelarning yana bir talqini sifatida tuyuladi. Natijada Marvel zombilari o'z mavjudligini oqlay olmaydi. U super qahramonlar va o'liklar g'oyasining nega kerakligini, bunday sintez nimani ifodalay olishini tushuntirib berishga muvaffaq bo'lmagan. Ya'ni zombilarning motivi nimaligi va ongli zombilar tiriklarni nega tinimsiz ta'qib qilayotganini to'liq tushunmadik. Marvel koinoti allaqachon gigantizm va ortiqcha shov-shuv virusiga chalingan. Shuning uchun bu serial unga davo bo'lish o'rniga aksincha shu muammoni yanada chuqurlashtiradi. Qadrli Marvel muxlislari, biz serialni yomonlamayapmiz, aksincha u juda yaxshi. Qolaversa, yengil qabul qilinadigan animatsion serial mukammal bo'lishga majbur ham emas. Shunchaki ayrim jihatlar biroz sayqallansa, loyiha komiksining shuhratiga yanada munosib bo'lardi degan ma'noda tahlil qilyapmiz xolos. Bunga qo'shimcha ravishda tomoshabinlarning didi oshib borar ekan, studiya mantiqiy izchillikka ko'proq e'tibor qaratishi lozim deb hisoblaymiz. Shu bilan birga studiyani qisman oqlash ham mumkin. Yaqinda Elizabeth Olsen bergan intervyusida u bu serialga qachon ovoz berganini ham eslay olmaganini tan oldi. Hatto ovoz yozish jarayoni ofisda emas, uyda amalga oshganini ta'kidladi. You guys, I truly recorded that years ago. And You can't remember. I can't remember anything. I can't remember anything. I need to watch it. I have no idea what Marvel Zombies, what happens. I filmed it. It's my voice.
I did it in my house. I wasn't even in an office space. Like, I'm so confused. I was like, this must have been 2020. Was it 2021? Why was I working in my house and not in a studio? So I really have no idea what it was like. I'm so sorry. I mean, it could have been during the pandemic era. Truly. Now that we're talking about it. That's how long animation takes. Animation takes ages. I mean, the animation is pretty gorgeous. It looks pretty amazing. Agar Elizabeth Olsenning so'zlariga ishonadigan bo'lsak, serialdagi ovoz yozish jarayoni deyarli 5 yil avval amalga oshirilgan. Demak, ssenariy eng kamida undan 1 yil ilgari, ya'ni 6 yilcha oldin yozib tugatilgan bo'lishi kerak. Shu nuqtai nazardan qaraganda, animatsiya sifati, ayniqsa texnik jihatdan agarda serialga nisbatan ancha yaxshilanganini ko'rish mumkin. Hali ham yuz ifodalari biroz sun'iy tuyuladi, ammo umumiy grafika darajasi sezilarli ravishda oshgan. Biroq shuni unutmaslik kerakki, loyiha to'liq 4 yil davomida o'zgartirilmagan bo'lishi ehtimoldan yiroq. Balki shu sababdan ham ayrim qahramonlarga asl aktyorlar emas, balki boshqa ovoz aktyorlari ishlatilgan. Masalan, Mahershala Ali bu rolga allaqachon 6 yil avval tasdiqlangan edi, ammo biz uning obrazini endigina ko'rdik. Ovoz esa umuman boshqa aktyor tomonidan berilgan. Taxmin qilish mumkinki, ishlab chiqish jarayonida ko'plab personajlar qo'shilgan, ba'zilari esa o'zgartirilgan yoki butunlay olib tashlangan. Bu esa serialning hozirgi mujmalroq shakliga sabab bo'lgan ijodiy evolyutsiyani ko'rsatadi. Marvel zombilarining barcha 4 ta seriyasini agarda serialiga tegishli epizod bilan birgalikda hisoblaganda, ular taxminan 2,5 soatlik to'liq metrajli film hajmini tashkil qiladi. Aslida loyiha dastlab aynan film formatida rejalashtirilgan edi, biroq Sony Pictures kompaniyasiga tegishli bo'lgan o'rgimchak odam obrazini ishlatish huquqlari bu rejaga to'sqinlik qildi. Disney va Sony o'rtasidagi amaldagi kelishuvga ko'ra, Marvel Studios o'rgimchak odamni 30 daqiqadan ortiq davom etadigan mustaqil loyihalarda foydalanish huquqiga ega emas. Shu sababdan yaratuvchilar asarni film o'rniga mini serial shakliga o'tkazishga majbur bo'lganlar. Ko'zga darhol tashlanadigan jihatlardan biri kino olamidagi ayrim unsurlar qanday ishlashi borasidagi nomuvofiqliklar, xususan cheksizlik toshlari bilan bog'liq masalada. Agarda filmda Thanos ularni butunlay yo'q qilgan bo'lsa, bu yerda hammasi bunchalik oddiy emas. Bu nima tentaklik o'zi degan savol o'z-o'zidan tug'iladi. Olamlar turlicha bo'lishi mumkin, ammo ularning asosiy qonun qoidalari yagona bo'lishi kerak. Batafsil tahlil qilinsa, bunday mayda nomuvofiqliklar ancha ko'p topiladi. Mantiq bilan bog'liq muammolar ham bor. Qahramonlarning, ayniqsa antagonistning harakatlarini tushunish har doim ham oson emas. Albatta, agar bu zombiyilashgan qahramonlarning buzilgan ongi tomonidan o'ylab topilgan dunyo deb qabul qilinsa, unda uning xatti-harakatlaridagi mantiqni izlash ham befoyda. Balki shundaydir. Bu albatta bahsli nuqta. Xo'sh, aytish kerakki, voqealar davomida Wanda tarafini olganlar orasida men yolg'iz emasman. Bilasiz, bu personaj Marveldagi eng mukammal obrazlardan biri. Biz uni qasoskorlar tarkibida 4 ta filmda, shuningdek bitta shaxsiy serialda va bitta shaxsiy filmda antagonist o'laroq ko'rdik. Shunday ekan, Vandaning motivlari bizga yaxshi tanish. Marvelda xarakteri eng yaxshi ochilgan qahramonlar ichida menimcha unga tenglasha oladigani atigi 2 figuradir. Tabiiyki, bu Temir odam va Kapitan Amerika. Ko'pincha Wanda Thor bilan qiyoslanadi. Thor ham ko'p yaqinlarini yo'qotdi, ammo yovuzga aylanmadi deyshadi. Biroq Thor obrazi eng kuchli ochilgan loyiha Ragnarok xolos. Qolgan paytlarda biz uni turli qiyofalarda ko'rardik xolos. Vandaga bog'lanishimizning sabablari ko'p. Elizabeth Olsenning go'zalligi ustiga uning aktyorlik ijrosi va sahna plastikasidagi harakatlari ham beqiyos. Ustiga ustak, Wanda Marvel koinotidagi eng qudratli personajlardan biri. Shu bois tomoshabinlar uni har safar ekranda ko'rishdan mamnun. Biroq loyihada o'ziga xos esda qolarli musiqiy yo'nalish yo'q, faqat standart kompozitsiyalar ishlatilgan. Agar ovoz dizayni va soundtrack vizual darajaga mos kelsa, loyiha ancha ta'sirchan va maqtovga loyiq bo'lardi. Oldin ba'zida asabga tegadigan personajlar bu safar fe'l-atvor va yashash irodasiga ega obrazlarga aylangan. Bu yerda kun tartibi, ya'ni soxta ijtimoiy ohang yoki majburiy progressiv elementlar yo'q. Hammasi
soddalik bilan ishlaydi. Rejissyorlik va operatorlikdagi oddiy ammo samarali yechimlar esa so'nggi yillardagi Marvel filmlarida yetishmayotgan narsani qaytaradi, ya'ni emotsiya va atmosferani. Biroq bularning evaziga loyiha ssenariydagi soddalik, mantiqiy uzilishlar va bahsli yakunni qurbon qiladi. Finalda hikoyani kuchli notada tugatish o'rniga u sababsiz ravishda uzaytirilishi mumkinligiga ishora qiladi. Hatto agar loyihaning davomi yaxshi chiqsa ham, u asl Marvel zombilari g'oyasining o'ziga zarar yetkazishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, serial bilan tanishib chiqishni sizga qattiq tavsiya qilamiz. Ayniqsa agar siz super qahramonlik va dahshat janrlarini birgalikda yoqtirsangiz, u oqshomingizni yanada yorqinroq qilishi mumkin deb o'ylaymiz. Bizda hozircha shular. An'anaga ko'ra videoni oxirgacha ko'rganingizni isboti sifatida zombi so'zi ishtirok etgan kreativ izoh yozib qoldiring. Misol uchun, zombi kelin, pomidor yegan zombi, dastavshik zombi, Marveldagi eng zombi va hokazo. Bu yog'i sizning shaxsiy fantaziyangizga bog'liq. Misol uchun, ibratli zombi deb yozib ketsangiz ham biz tabiiyki qarshi bo'lmaymiz. Shuningdek, sizga bu Marvel zombilari loyihasi yoqdimi yoki yoqmadi? Shu haqda ham albatta o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun nihoyatda muhim. Biz siz uchun kontent tayyorlashda davom etamiz. Siz esa bizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi olamlarda, keyingi fantastik dunyolarda ko'rishguncha xayr. Yo, kerak emas bu backstage. Shu etib ketdik. Salom. Hey. Bo'ldi, bosing ketib. WandaVision bilan ibratli videolar olsa zo'r bo'lardi. Zo'r tushadi shu qahramon, bilasizmi? Vanda, men dastavkani dadviri etganman deb aytsa, shit dahshat bo'lardi. Haqiqiy tajriba maydoni bu. Nima ovoz chiqdi? Mana hayron qoldim. Ya voy o'lsana. Xuddi kimdir eshigini ochib o'rgandek bo'ldim. U chakagimdan shunaqa ovoz chiqdi. Ana chollana chiqib ketadi, gapirib ketgan. Endi eslab. Obrazlardan biri. Biz qilis. Endi oqlang, uzr so'rang Marvel eslardan. To'g'ri, siz Marvelga unchalik muxlis emasligingizni. Men yo, men bunaqa narsada men Marvelni juda hurmat qilaman. Sen Chipadel haqida video chiqmaguncha yozaveraman deyapsan va bu haqidagi son tez kunda chiqadi. Mana shu odam men ishga kirganimdan beri yozadi.